Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada sıdağa görüyoruz. Washington'dan sözleyimiz. Bugün çizlağa 2023 yıl 9. ayının 21. günü. Haftaga Perşembe vatandaş. Bugün sizlerge sözleydiği vaziyetimiz yana Amerika Qo'shma Shtatlari Prezidenti Joe Biden'ning Birleşken Devletler Teşkilatı'da so'zlagan nutqlarining davomi. Masalan, asosligi markazlik alda birinchi kunidagi so'zlagan nutq, yemlidoq xalqaro hamkorlik va xalqaro ittifoqlik. Eng asosiy nuqta deyli. Ikkinchi kun yana shu dokladning davomida hozirgi hisobda köp kutuplaşış, yani köp tarafçılık. Bu doğru diyen nutq sözlep Jungo'nun köp tarafçılıkka göre Xi Jinping oturup koygan köp tarafçılıkka inkas qaytırgan gap, vatandaş. Onda Aralıkta Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Bexatarlik Komitetini özgertip teşkilleş. Mesela bunun Hindistan ve Yaponiya qatarlıq devletlerinin Bexatarlik Komitete a'zo bo'lib kirish talablari u Yaponiya Hindiston eg'iz qolgan emas, biroq shu Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Bexatarlik Komitetini kengaytib qurish to'g'risida so'zlagan vatandosh. Lekin bugun biz sizlarga shu to'g'rida to'xtalamiz. Unda yana bir vaziyatimiz hozir Vladimir Putin, Prezident Vladimir Putin bilan Jungo'ning Tashqi ishlar ministri Wang Yi Peterburg shahrida ko'rishdi. Yana bir qatim ta'kidlab, Prezident Vladimir Putin 10 oyda Beijingni ziyorat qiladiganligini, chaqiriq taklifini Rais Xi Jinpingning qabul qilganligini izhor qildi. Bundan sirtida Kreml sarayini bu to'g'ridagi bayonotida 10 oyda ziyorat qiladi, qaysi kun ekanligini sizlarga yoki jamiyat, xalqaro jamiyat tafsili uqtirmaymiz. O'sha nuqtada biz bugun sizlarga leksiya so'zlaymiz, vatandoshlar. Evvel bunun yazmış şekilde xabar topinglar. Prezident Joe Biden bilan Rais Xi Jinpingning ko'rishidiganligi asta tayyorlik bosqichiga kirdi. Amerika, Jungo zada qaysi davlat ko'p tarafchilikni haqiqiy ta'kidlaydi. Raqobat boshlandi. Mavzuli xabar 9 oyning 21 kuni Amerika ovozidan Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. New York. Prezident Joe Biden Birleşken Devletler Teşkilatı umumiy yig'inida Jungo to'g'risida qisqacha to'xtalgandan keyin Amerika, Jungo ikki davlat rahbarlarining 11 oyda kechiringlar. Osiyo Tinch okean iqtisodiy hamkorlik yig'inida ko'rishishi uchun oriq sapda tayyorlik xizmatlari asta boshlandi. Amerika Jungo munosabatlari mutaxassislari mundaq hisobladi. Prezident Joe Biden Birleşken Devletler Teşkilatı'nın umumiy yig'inida ko'p tarafchilik to'g'risida ko'p to'xtaldi. Amaliyotda bu mazmundagi ko'p to'xtalmadi. Juma to'xtaldi emas, ko'p to'xtalmadi. Amaliyotda bu mazmundagi nutq Xi Jinping yaqindan bir o'tirib qo'ygan yarishari tashabbusi va bir yo'l bir belbog' planiga umumyuzlik inkas qaytarish bo'lib hisoblanadi. İnkas qaytarish bo'lib hisoblanadi. Shundaqla ikki xil ko'p tarafchilikning raqobati bo'libmi hisoblanadi. Haftaning 2 kuni Amerika Qo'shma Shtatlari Prezidenti Joe Biden 78. navbatlik Birleşken Devletler Teşkilatı'nın umumiy yig'inida nutq so'zlaganda nutqida Amerika yetakchiligidagi dunyo tartibining taraflari bo'yicha to'xtaldi. Biroq bugungi dunyoda barliq masalalarga chet ishliq Jungo to'g'risida
Fakat bir abzasla notoq sözlüdü. Biz iki devlet deb başladı Prezident Joe Biden nutqini. Amerika Cumhur o'tirisidagi raqobatni mas'uliyatchan boshqarishga izdanimiz. Shundaq bo'lgandili to'qinish ichiga kirib qolmaymiz. Biz xatarda xalos bo'lishga izdanimiz degan edim. Shundaqla Cumhurdan ayrilmaymiz degan edim. Biz tajovuzchilarga popuzi qilguvchilar zarba beramiz. Erkin qatnash va erkin aviatsiyani qo'llaymiz. Bu ikki jumlada Prezident Amerika Qo'shma Shtatlari Prezidenti Joe Biden erkin aviatsiya va erkin qatnash Janubiy dengiz yo'li, Tayvan bo'g'iz yo'li qaratgan ikki jumla so'z ibora bo'lishi kerak vatandosh. Shundoq biz aytamizki, shuning qo'li qartilgan ikki jumla ibora. Erkin raqobatlashadigan muhit va bu yo'l prinsipini ijod qilib ish qiladigan bo'lsak, endi bu yer Cumhur bevos chiqartyapti. Seni bilan meni o'tirimdagi raqobat har soha bo'yicha, mayli iqtisod, mayli madaniyat, mayli harbiy ishlar, mayli kishilik huquq ishlari va mayli Tayvan bo'g'izi va boshqa yirik masalalarga har qanday biz sen bilan buni tinch muhit ichida raqobatlashamiz. Başka garizimiz yok. Prezidentden demekçi boğunu nutqdagi maqsadim şu vatandaş. Erken qatnash, erken aviatsiyani qo'llaymiz, erken raqobatlashadigan muhit va bu yo'l prinsipini ijod qilib ish qiladigan bo'lsak, biz necha 10 yildan beriki bexatarlik va gullanishni qo'g'day olamiz. Demak, sen bir necha 10 yildan beri iqtisodiyotda gullanishni barpo qilding. Biz bunu qo'g'dishimiz kerak. Ortiqcha bu harakatda bo'lmasligimiz lozim. Masalan, bu yer ochiq ma'nosi Tayvan bo'g'izida ala to'polon ko'tarma. Tayvanga hujum qilaman degichi bo'lma. Gap shu. Bu 10 yillik natijalarni himoya qilish va qo'g'dash uchun faqat tinch yo'l bilan ish qilish, prinsip bilan ish qilish, bu yo'lni ijod qilishimiz lozim dedi Amerika Qo'shma Shtatlari Prezidenti Joe Biden shuni ogohlantirdi. Lekin biz yanada o'rtaq tirishchanlik ko'rsatib, natija yarata oladigan masalalarda Cumhur bilan hamkorlashishga tayyormiz. Yani o'rtaq tirishchanlik ko'rsatadigan masalalar nurg'unga vatandosh, masalan Tayvan masalasida o'rtaq tirishchanlik ko'rsatish kerak. Uyg'uriston masalasida o'rtaq tirishchanlik ko'rsatish kerak. Shanghayda demokratiya masalasida o'rtaq tirishchanlik ko'rsatish kerak. Tibet masalasida o'rtaq tirishchanlik ko'rsatishlari kerak. Mushu masalalarda biz tayyormiz. Cumhur bilan hamkorlashishga tayyormiz. Nayt ochiq siyosat vatandoshim. Siyaset bundan artık olmaydı. Bundan artık siyaset olmaz. Siyasetin mevzumu şu, siyasetin şeklimu şu, siyasetin mezmunu şu, metodu şu vatandaş. Kim ataman çapaman demeydi o. Amerika Qo'shma Shtatlar bundak demeydi. O Cumhur'un işi. Bu yakın aralıkta 105 aeroplan bilen Tayvan'ın etrafına parakende kıldı. Bu işler buluvatqanda. Hatta Malta'da söhbet buluvatqanda. Wang Yi, Cumhur'un Tashqi ishlar ministri, Amerika Qo'shma Shtatlari Aqsaray davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan bilan suhbat elib beravatqanda 105 aeroplan qitim Tayvanning atrofini parakanda qildik. Ham bu yer prezident Joe Biden nima deydi? Biz qo'lga keltirgan natijalarni qo'g'daylik, himoya qilaylik. Ona tekstdagi ma'nosi iqtisodiy ahvoling bugun nima? Sen taraxturuq qilaversan, bugun iqtisodiy ahvoling nima? Shunga sen Amerikaning degini, Amerikaning qilg'ini bo'yicha ish qilsang, Cumhur sana chataq yo'q, bizga chataq yo'q. Gapning ma'nosi shu vatandosh, nutqning ma'nosi shu.